Avvalambor hammaga shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Bizlar hozir Frunzega kelganmiz. 3 xonali 104 kvadratli Yevroремонт qilingan mebel texnikalari bilan kvartiramiz sotilyapti. Bizlar mehmonxonada turibmiz. Stol qo'yilgan bu tomonda esa mehka mebel qilingan, oynalari panoramli bo'lyapti. Parda, gilam, televizor, podstavkalar qilingan. Ana endi boshqa xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Bundan oldin koridorga bitta ahamiyat bering. Kattaligiga juda ham katta qilingan. Asosiy kirib kelishimiz eshigi prixoja mebel o'rnatilgan. Eshiklar MDF krashini bo'lyapti va mana bu yerda bizlarda birinchi xonamiz kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasida ham hamma kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan. Kravot, tumbochka, shifonyer sermalari bor. Va mana bu yerda bizlarda sanuzl joylashgan do'stlar. Birdan sanuzlni ham ko'rsatib o'taylik. Sanuzl ham полностью kerakli hamma mebel jihozlari bor. Kvartiramizda kadastr bor, bir kunda afruz qilib olishingiz mumkin. Yagona darchani domida joylashgan. Liftli domda bo'lyapti. Mana bu yerda esa bizlarda oshxonamizda kuxona gandura qilingan, gazli plita, vытяжка, xolodilniklar, o'tirib nonushta qilish uchun joy. Bundan tashqari do'stlar, oshxonamizda balkon qismi ham bor. Mana shunaqa chiroyli balkon qismi. Bemalol kechqurunlari manzaradan bahramand bo'lishingiz mumkin. Kvartiramizni bir kunda qilib olishingiz mumkin. Dokumentlari tayyor turibdi. Двухконтурный kotел o'rnatilgan. Qaytarib o'taman. Bu yer esa bizlarda bolalar yotoqxonasi, bolalar yotoqxonasida ham ikkita kровать, shifonyer, tumbochkalar o'rnatilgan do'stlar. 104 kvadrat bo'lyapti. Bundan tashqari o'zini отдельно balkoni ham bor bu yerda. Narxini 115 ming deyaptilar. Yana savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, agar telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Ko'rishguncha.